Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadicha onamiz roziyallohu anhoning siyratlarini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz. Qayg'u yo'li. Sayyidul xalq, Habibul haq, odam farzandlarining sayyidi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo imtihonlar bilan, sinovlar bilan, mashaqqatlar bilan sinadi. O'zini eng suygan payg'ambariga, eng suygan bandasiga mana shunday sinovlarni beribdimi? Endi siz bilan bizga o'xshagan odamlarga sinov kelishi, imtihon, mashaqqat kelishi demak oddiy ish ekan. Bu dunyoni tabiati shunaqa. Sinov uchun yaralgan bu dunyo. Siz bilan biz imtihon uchun kirganmiz. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asrga qasam deydi Alloh. Dunyoga kirdimi? Ziyonga kirdi. Chunki imtihon, sinov, mashaqqat, mehnat. Kimdir bu Alloh taolo imtihonlar bilan, sinovlar bilan, mashaqqatlar bilan sinadi. O'zini eng suygan payg'ambariga, eng suygan bandasiga mana shunday sinovlarni beribdimi? Endi siz bilan bizga o'xshagan odamlarga sinov kelishi, imtihon, mashaqqat kelishi demak oddiy ish ekan. Bu dunyoni tabiati shunaqa. Sinov uchun yaralgan bu dunyo. Siz bilan biz imtihon uchun kirganmiz. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asrga qasam deydi Alloh taolo. Innal insana lafi khusr. Albatta inson aniq ziyonda. Dunyoga kirdimi? Ziyonga kirdi. Chunki imtihon, sinov, mashaqqat, mehnat. Kimdir bu imtihondan yaxshi chiqadi, najotga erishadi, kimdir buni aksi.